Hamma so'ragan yomg'ir yog'yapti. Yoshlik bolalik paytimda yomg'ir yoqqanda hovliga chiqib, ikkita kaltadan tikka qilib, to'rtta kalta ulab, devorga tiqib, sanchib, ya'ni xullas pandikka o'xshatib, pilonka yoyib ustiga ichiga kirib o'tirar edim. Yomg'irtali pilonkaning ustiga chiqir qilib yog'ishi shuna qandaydir yoqar edi, yoqimli bo'lardi. Biz juda og'ir sharoitda katta qilishgan ota-onalarimiz juda mustaqillikdan keyingi bir og'ir damda katta bo'lganmiz. Zog'ora nonlarni yeganmiz biz. Hozir bu 2000-yildan keyingilar bunaqa nonni bilmasa kerak-ku. Zog'ora non, o'sha Makka jo'xorining tuyulgani bo'larmikin bilinmaydi. Ta'mi ham esimda hozir. Bundan keyin dalada ishladik, boshqa qildik. Orzu qilar edim o'shanda, qani katta bo'lsak, biz ham mashina olsak, o'sha yomg'irga olib chiqib olib, mashinaning ichida o'tiraman deb. Yomg'irda ostida mashinada o'tirish baribir boshqacha-da. Shunaqa qilamiz deb o'ylaganmiz. Lekin endi xudo beraman desa hech gap emas endi. Hozir zamon ancha yaxshilashib, hammada pul bor. 2-3 ming dollarga ham mashina beryapti. Nima deyish kerak endi? Allohga shukr qilish kerak. Mana shu o'ylagan yoshlikdagi hamma niyatlarimizga bitta sekin-sekin erishyapmiz.